AutoCADda to'g'ri PDF qilishni o'rganamiz. Ya'ni chizgan chizmamizdan hech qanday xatolarsiz, kamchiliklarsiz to'g'ri PDF holatiga yuklashni o'rganamiz. Buning uchun galochka loyihasi Ctrl P bosganimizdan keyin name'ni so'rayapti. Biz bu yerda name'ga dvg to pdf biz dvg faylimizni pdf holatiga o'tkazmoqchimiz. Shuning uchun dvg to pdf ni bosishimiz kerak. Keyin undan keyin bu displeyda emas, displeydan windowga bosamiz. Windowdan bizga endi kerakli joyni ko'rgazgin menga deyapti, AutoCAD aytyapti. Biz xo'p deymiz. Kerakli joyni olib, belgilaymiz. Mana o'ng tarafga yuritdim ichkani. Shuni chap tarafini bitta bosaman, moboyni ochiladi yana. Endi bu yerda so'rayapti. Bu pastda bu qolyapti. Bu hozir bizga o'rtada, ya'ni markazda joylashish kerak. Shuning uchun center the plot o'shani bosamiz, ha. Endi biz OK ni bosamiz. OK ni bosdik. Endi so'rayapti, qayerga saqlaymiz bu faylni deyapti. Desktopga o'tamiz. Bu yerdan robot stolga saqlaymizmi deyapti. Xo'p deb turamiz, robot stolga saqlaymiz. Nima deb saqlaymiz? Keling, birinchi chizma yoki birinchi PDF shunaqa deb saqlab qo'yamiz. Save. Chizmamiz tayyor. To'g'ri, A4 formatga joylashdi. Rahmat.